Peruning shimoliy-g'arb tomonidagi Lambayka rayoni suv toshqini oqibatida jabrlandi. Ayni damda harbiy xodimlar evakuatsiya ishlarini olib borishmoqda. Mahalliy hukumat jabrlangan aholini vaqtinchalik boshpanalarga joylashtirishmoqda. Ammo bu yordam barchaga birdek yetib bormadi. No tenemos apoyo ni ayuda de nadie. Bizga hech qanday yordam ko'rsatilmaylik. Hozir bizning umidimiz yolg'iz Yaratganda. 10 yilga davom etgan qurg'oqchilik bartaraf etilib, hozirda ob-havo keskin o'zgardi. Bu kabi yog'ingarchilik Peruda bir necha vaqtdan beri davom etyapti. Fevral oyida kuchli yomg'ir oqibatida suv toshqini yuzaga kelib, 5000 dan ortiq uylarni oqizib ketgan. O'sha kundan beri xavfli deyilgan 3 ta hududda favqulodda holat e'lon qilingan. Mutaxassislar fikricha, yog'ingarchilik yana 2 oyga davom etishi mumkin. Ayni damda minglagan yashovchi toza suvsiz qolishgan. Shuningdek, aholi tomon olib boruvchi yo'l ham berkilib, ko'priklarni suv oqizib ketib, aholi o'rta joylarda qamalib qolishgan. Hozirda olis hududlarga qutqaruvchi guruh yuborilgan.